Shu xabar bilan kelib turibman. Ha. Ha. Mana qani. Prezident sizni hajga jo'natyaptilar. Ha. Ha. Sizni, Afzalxonni, Hasan hoji akani, uchalaringga prezident o'zlari yo'llanma berdilar. O'zlarining hisoblaridan alohida samolyotda Toshkentdan jo'natadilar, xudo xolasa. 5 kundan keyin. Tabriklaymiz. Mana o'qib beraman opodda. Hurmatli Xo'jayev Ibrohimjon ota, sizga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimizda inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish hamda mehr-oqibat tamoyillarini mustahkamlash qaror toptirish yo'lida amalga oshirayotgan ezgu islohotlarning amaliy ifodasi sifatida 2026-yil haj safariga yo'llanma taqdim etiladi. Alloh taolo sizni prezident hojisi sifatida qiladigan haj amallaringizni dargohida qabul aylasin. Safaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Haj yo'llanmasi muborak bo'lsin. Prezidentimiz duo qiling. Umlarim bor. Yo'qlarim bilan. Bundan bor. Bolalara, şenerlere, olmayan zamlar ölümün onların. Halkından bundan yollar. Normal. Halkından muayyen. Oyunun dünyadan bitmedi. Olmayan zam bitti. Oyunun onları. Hamdan ne kadar olandan. Olma. Ne var. Bunlar olmayan zamlar bitmedi. Dünyada oyunun bitmedi. Olmayan zamlara oğullarımla yollara varıyorum. Doğayan halka mahvolur. Allahu Ekber. Muborak bo'lsin. O'zingiz niyatingiz mana ulug'idan berdi, ulug'idan.